Alqanat Yanchingni nima uchun Liangshandan tunji bo'lib voz kechgan kishi deydi. Li Shishi bilan birga ketganligi uchunmi? Su buyda haqida. Bugun Alqanat Yanching to'g'risida paranglish baqaylik. Qarsak bu Liangshan kuldagi 108 palvon ichida biz eng yoqtiradigan ham oxirgi jejusmu nayt ko'nglimizdagidek yaxshi oyoqlashgan bir shaxs mashu Alqanat Yanching. Shuning uchun nurg'un o'g'il qizlar buni bek yoqtirdi-ku deyman. Qarsak bu yerga bu Yanchingninki bu Liangshan kuldiga chiqib qolishmi hargiz uyusiblik emas, balki bu yerga g'ojisi o'zining ustozi Xobeylik Boztulpar Lujinni qutqizma deb bu yerga jazo mahkamasiga kelgan vaqtning o'zida qanday qilsam bo'ladi deb turgan tuyuqsiz bu yerga Liangshan kuldagi baturlar kelib bu Lujinni qutqizgan bir to'p tangli qetilib qoldi. Shuning bilan bu Lujinni qutqizgandan keyin bular bilan birlikda shu Liangshan kuldiga chiqib qoldi. Qolganlarnikiga ancha o'xshab ketmaydi. Endi bu yerga Yanching qarsak birinchidan o'zining g'amxo'rlik qilgan bu yerga pasbani bu yerdagi g'ojisi Lujinga nayt sodiq sadoqatman bir yigit. İkinchidan buning aqlinba nayt aqlli chechan bir ishlarni o'ylashib baş oxirini yaxshi hukm chiqara oladi. Uchinchidan taqdirqumni nayt kelishgan bir o'qimishli odamdek bir madaniyatlik tuyg'u burda yurishtirishdi. Men qolgan qaraqchirildak alvan salvan emas. To'rtinchidan mijoz xarakteri uchuq, batur haqiqiy azmatlar bilan yaqin bo'ldi odamiga qarab. Liangshan kuldagi hamma odamlar bilan emas. Qarsak bu yerga Gouchu Liangshan kuldan qochib ketadigan vaqtning o'zidimi bu yerga Lujishin bilan Linchungga mush Yanching kelib bu yerga xabar berdi. Xabarini deb qo'ygandan keyin mening dignimni boshqalar deb qo'ymsanlar deydi. Hem undan belak bu yerga Wusong, ya'ni Likuy qatorliq bu yerga mushundaq batur mard azmatlar bilan bir qadar yaqin. Qolgan hammasi bilan ancha emas. Demak bu Yanchingni yaqin ko'rib aralashtirgan birodarlarimiz shu Liangshan kuldagi sizlar biz haqiqiy yoqtirdigan palvonlar. Shunami? Yana bir eng muhim sabab buningki oxiri bejusi nayt yaxshi oyoqlashgan. Yeni bu yerga Li Shishi degan sohib jamoal bilan birga ketidi. Endi bu ikkisini uchrashib qolishimi qarsak haqiqatan eliqidek bir taqdir. Shu bu yerga so'ngan aniq Paunus saylisini bana qilib bu yerga Yanching bilan Dayzunning bilan akaga vaqt qarsak bu yerga Yanching bilan Li Shishiga azroq issiq tushib qoldi. Bu ikkisi bu yerga notunishlardan Barbara och ini eng oxirida oshiq mashq bo'lib ketdi. Qarsaqmi bu Yanchingning xil burulla bu Liangshan kulding ketkisi bor. Bulubmi Li Shishi bilan tunishib bo'lgandan keyin biroq bu yerga g'ojisi bo'lgan bir sadoqatmanlik, Liangshan kulgi bir birodarlik yuztilla bu xili uzoq chidab qolib qoldi. Bu yerga Li Shishi bilan ko'rishib keyin bu xatni olib berdi, keyin ordining el qilish yorlig'i tushdi. Demak bu yerga Yanchingning asosli vazifasi ado bo'ldi. Muvaffaqiyatlik bu ishlar tugadi. Demak mushada endi Yanching kasimi bulati, biroq bu yenila chidab turdi. Buning g'ojisi Lujiyi buni katkil qo'ymadi. Bu shu g'ojisiga tortishib bu yerga bir mazgil tutdi. Biroq ular el bo'lgandan keyin bu yerga ordining bular bo'lgan ko'ngli tozi chin emas. Keyin fanlar bilan bo'lgan urushqim qarshi tozi odil emas. Ularmi bir mard azmat bo'lgan, xuddi bir Lujishin o'xshash buning ko'nglim Barbara so'yib ketdi. Naq shundaq vaqtda Yanching bir eg'ir yorlandi. Bu sabab ba'namni naq yaxshi keldi. Shuning bilan bu yerga Yanchingmi asosda bu septin chekindi. Aqlning bo'lganligida bu Yanchingning. Shuning bilan qarsak bu yerga Yanching Li Shishi bilan birlikda kemiga chiqib sayyoh asta shirni o'tkazgili g'oyib bo'ldi. Bizmi shu Yanchingning oxirgi natijasidan bir ko'nglimiz suv ichib xo'sh bo'ldi. Sizlar shunday qaramsizlar. Bu yerda namliq asardagi mazmunlar qiziqadiganlar meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Davomli birga taklif qilamiz.